Assalomu alaykum hurmatli guruhdoshlar, aka-ukalar, charchamayapsizlarmi? Kuzatuvchilar. Hasharotga dori sepish jarayoni. Albiyonlarimiz. Mana dalaga ham ikkita ko'chib olasa. Bu 45 kunlik ko'chat, 45-50 kunlik. 20-mayda bostirilgan ko'chatlarim edi. Bileti mayda 20larda bostirganmiz. Mayda 20 bu yoqdan 10 kun, iyulda bugun 25-mi? Bu 45 kun bo'lyapmi shunda. 30 kun bo'lsa ko'chat ekib qo'ydik endi. Salgina stress oladi, issiqda setkasi bor. Albiyonlarni ekib qo'ydik mana shu dalamizga. Qonlis hammasiga chiroyli qilib. Holati yaxshi, amal emas. Hozir suv berdik. Bu kun ustida tashimadi lekin. 2-3 kunda o'zi kelib qoladi. Ya'ni sekin-sekin yengil-yengil suvini berib turamiz-da. 5-6 kun qarab-qarab sharoiti bilan. Yemlangan shu pervikullik suvga botirib, izotron dori bilan pervikul doriga bo'ktirib filizlari yaxshi ekildi. Holati yaxshi amal emas. Mana shu oxirigacha hammasiga ekib bo'ldik ko'chatlar. Sekin voquvni boshlaymiz. Sharoitga qarab yengil-yengil qilib, pesisini pastroq qilib, me'yorida aqvo borsak, xulosa yaxshi bo'ladi. Mana bu yerda ikki qator albiyonni o'rib tashladim. Qani bir ko'raychi deb. Bitta, ikkita qator. Mana shu yoshdagi albiyonlarim edi. Ana shu 5 kunlik natija. 5 kunda shunaqa holat bo'ldi. Qani tekshiraychi qanaqa bo'lar ekan. Mana dori sochish hasharotga. Barglarni o'ynatib yuboryapti o'sha motorli apparatimiz. Mana ularga urib yuboraylik bitta yaxshilab. Shu 850 millik apparat. Boshida 1-2 kun hunar qilib turdi bu ham. Yig'ini sozlagancha, ana endi yaxshi ishlab ketdi. Ham ekonom variant. Kichkina apparatdan ko'ra bu afzalroq ekan, xudo xolasa. Yaxshi shumultirib tashladim mana. Albiyonlarimiz hammasi gul, qiyg'os gulga kirib yotdi hammasi. Qiyg'os gullab yotdi. Bir sidiq eski bargdan tozalab tashladim bu katta albiyonlarim. Eski bargdan hammasini o'sha 90 kun, 110 kun bo'ldi o'sha bahorda. Mart oyida nima deydi? Chiqqan birinchi barglar hammasini davopar tozalab, yangi barglar joy qoldirib holati yaxshi, yomon emas. Sal mevasi maydaroq bo'ladi. Nu hali boqib olamiz buni chiroyli qilib joy-joy qilib. Ikkinchi mallas polni kelib yotdi mana. Qasab kelib yotdi. Holati yaxshi, yomon emas. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Charchamanglar. Pastni ham ko'rsatib o'ray. Past ham xuddi shu holatda. Pastni ham bir sizga tozalab bordim bargini. Mana bu ko'chatxona endi. Ko'chatxonada ham o'zi endi hosil berib yotdi. O'sha gulga kirib hammasi ko'chat olindi bir chekadan. Hammasi hosillar endi kelyapti bularda ham. Chiroyli bo'lib. Holati yaxshi, yomon emas. Bu yerdan ko'chat olgan. Boya ko'chatlar mana shu ko'chatlar hammasi mana shu yoqdan chiqqan. Ko'chatlar. Mana ulardan bargini bir sizga tozalab bordim yaxshilab. Qiyg'os gulga kirib yotdi. Bunday olib kelganingizda barigiz yashil massasi yaxshi mana. Bitta shoda, ikkinchi shoda, mana 3. Mana bularni xuddi shundan 1, 2, 1, 2, xudo xolasa mana 3. Yashil massasi yaxshi joyida. Buni ham shu eski barglarni hammasini tozalab olib tashladim-da shu martdagi o'zi birinchi chiqqan barglari. Mart, aprel, may 90 kun bo'lib ketdi. Yaxshilab bitta hasharotga bitta obrovodga qildik-da, reskiga odamlar tashab tozalab tashladi. Mana mo'ylovlar olib ketdi, mo'ylovlar xulosa ko'chat bostirib olamiz. Mana ikkinchi valnasi kelyapti. Kelganda ham ammo yomon qattiq kelyapti. Buni sanadim. Bitta ona ko'chatda 3 tadan gul shoda, 2 tadan 3 tadan gul shoda. Kecha yashil massasiga salgina oziqasini kuchliroq berdik. Xulosa 5-6 kunda bular ham joyiga kelib qoladi.
Shunaqa holatda. Charchamanglar, aka-ukalar, charchamanglar.